4 oy oldin davolangandim. Endi yaxshi natija bo'lmadi. Operatsiya deyishdi. Operatsiya deyishdi. 50 million deyishdi. 49 million qilib beramiz deyishdi. Sizni grijingiz qanchadan beri bezovta qilib keladi o'zi, Ibrohim aka? 6 oylar bo'lib qoldi. Boshlanganiga oluvlar. Boshlanganiga 6 oy bo'ldi. Shu og'ir mehnat hisobidan orttirgansiz, to'g'rimi buni? 50 million albatta bularga juda qimmatli qilgan. Ikkita joyda olganlar muolaja, lekin 20-30% gacha ta'sir qilgan, lekin asliy og'riq ketmagan. Chunki biz MRTGlar dematalarini ko'rdik. 7,5 mm yozilganida 9 mm ikkinchi yon tarafida 2,5 cm pastki migratsionning oqib ketgan griji bordi. Bu lekin MRTni zakuchenasida yozilmagan edi. Kuchli og'riq bilan anchadan beri qiynalib yotgan edilar. 4-kunning ichida o'zingizda qanaqa o'zgarishlar his qilib, shu to'g'risida qisqacha gapirib bersangiz. Ancha yengillashdim. Bemalol yuribman hozir. Og'riqlar shu 80% ga kamaydi. Tezroq shifo bersa, ko'rmagandek bo'lib keting, iloyim. Rahmat sizlarga ham. Men xursandman, aka, siz uchun ham men xursandman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Agar siz ham grijangizni davolatmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib bizga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar.